Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bu mana zidanyamizga tepada osilgan oltiga 1 metrlik romlarimizdan yasab beryapmiz. Yasab o'rnatib. Mana bu yerda mana romlarimiz tayyorlanish jarayonida elektrosvarkada. Mana romlar tayyorlab yorilyapti. Bularga oyna bosiladi. Chetida aylantirilgan kisantli profilimizdan arqa tarafiga ham aylantirib qotirib beramiz. O'rtasida rom rezinka bilan turadi. Oynalarimiz. Mana bu holatda yasash jarayonlari mana ustakamiz yasab borishyapti. Sirazi bitgan tayyor holatdalari mana bunaqangi holatlarda chiroyli qilib chaqlanib, simcho'tkalardan o'tib kraskalar sepib mana tiniq qilib mana shunday joylarga o'rnatib beryapmiz. Tepalarida ochiq qolgan zazorlariga penalar quyib yopishtirib chiroyli qilib chotkilab xudo xolasa bitirib beramiz. Mana shu zidanyamiz aylanasiga yasash kerak mana shu romdan. Shuni yasab chiqyapmiz. Hurmatli obunachilar, qo'llab-quvvatlab qolasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga xayrli kun.